Opa bu yil yangi yilni oila davrasida mazza qilib o'tkazamiz. Orzuyam qilmagin. Assalomu alaykum deb har yilgidek mehmonjonlarni kutib olamiz. Ha, tekinxo'r qarindoshlaring o'zi qilmagan ovqatlarni sanikida yegani kelishadi. O'zi bu gadoylarni yoqtirmayman. Lekin odamdan yaxshilik qoladi. Yangi yil ko'pchilik bilan qiziq-ku, to'g'rimi? Mehmonlar ketgandan keyin yeysan. Ertalabdan o'lib turilib ovqatlar pishirasan, lekin hammadan qolgan sarqitni yeysan. Soat 12 bo'lganda sekin ko'chaga chiqmoqchi bo'lasan-u, lekin Qayerga ketyapsan? Uyda o'tir. Nimaga hayot beshafqat? Salutni ham ko'rolmadim. Bugun bayram ustiga bayram. Nega? Qaynonam kelmas ekanlarmi? Ha, yangi yilga ishxonada qo'shimcha pul berishdi. bunaqa paytda pulni ayamiy olish kerak. Adamiz doimgidek saxiy, faqat qizlariga shu tabiat xatosi bo'lmish uken asabiyni buzmasa bo'lmaydi-da. Bir tomondan shunaqa qarindoshlarni boriga ham shukr. Shular bilan aslida uyimiz nurga to'ladi. Bu degani har galam kelishligi kerak degani emas.